Turkiya tashqi ishlar vaziri Ukraina urushi yil oxirigacha yakunlanishi mumkinligini aytdi. Biz burilish nuqtasiga yaqinlashyapmiz. Oldimizda ikki yo'l bor. Yoki bu urushni davom etishiga ko'z yumamiz, yoki yil oxirigacha barqaror tinchlikka erishamiz, dedi Hakan Fidan. Turkiya tashqi ishlar vazirligi rahbari shuningdek, Istanbuldagi muzokaralarning ikkinchi raundidan so'ng Anqara Trump, Putin va Zelenskiyni qabul qilishga tayyorligini bildirdi. Biz Istanbuldagi to'g'ridan-to'g'ri muzokaralarning birinchi va ikkinchi raundlaridan so'ng Erdo'g'an boshchiligida Trump, Putin va Zelenskiy ishtirokidagi uchrashuv bo'lib o'tishi mumkinligiga chin dildan ishonamiz, deya aniqlik kiritdi diplomat. Fidan hozirda Kiyevda tashrif bilan bo'lib turibdi. U yerda prezident Vladimir Zelenskiy bilan uchrashuv o'tkazishi rejalashtirilgan. Bundan biroz oldin u Moskvaga ham borgan edi. Fidanning aytishicha, u Moskvada bo'lganida Ukrainaning NATOga a'zolik masalasi ko'tarilmagan. Ukraina o'z memorandumida xalqaro hamkorlar nazorati ostida quruqlikda, dengizda va havoda o't ochishni to'xtatishni taklif qildi. New York Times: Rossiya muzokaralar boshlanishidan oldin o'z memorandumini Ukrainaga topshirishdan bosh tortmoqda. Avvalroq Rossiya rasmiylari ushbu memorandumda Ukraina betaraf maqomga ega bo'lishi, shuningdek rus tili va Ukraina pravoslav cherkoviga qarshi qonunlar bekor qilinishi bo'yicha talablarni ilgari surishi mumkinligini bildirgan edi. Shu bilan birga Ukrainani qurolsizlantirish masalasi ham ko'tarilishi ehtimoldan xoli emas.